Dugonalarim aytishicha, qaynonalar yomon bo'larmish. Shuning uchun ham turmushga chiqishga qo'rqaman. Dugonalarim aytishicha, unaqa dugonalaringlarga ishonsanglar ersiz qolib ketasizlar. O'sha siz juft qilib tanlamoqchi bo'lgan insonning onasi uni tug'ib, boqib, oyoqqa qo'yib, katta qilib, kuzatib, kutib olgan insoni. Uni joni jigari. Endi yomon qaynonalar ham bor, lekin yaxshi qaynonalar bor. Siz agar o'sha atrofdagi dugonalaringiz fikrlayotgan yomon qaynona degan bir fikrda bo'lsangiz, bu fikringizni o'zgartiring. Chunki bizning fikrlarimiz har doim amalga oshadi. Endi qaynonalar haqidagi tasavvurimizni to'g'rilab olishimiz kerak. Chunki bizning tasavvurimizda yomon qaynona degan timsoh qolmasligi kerak. Qaynonalar a'lo, qaynonalar tilla. Agar siz shunday qaraydigan bo'lsangiz.